Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, yaqinlar. Barchalarga xayrli kun, yaxshimisizlar? Okalar, mana bizni zinapochamiz butdi. Butgan holatini bir qisqacha obzor qilib tanishtirib o'tib ketaman, okalar. Mana katta aytganimizdan katta holga tushdi bu. Juda ham bir o'zgacha ko'rinishda, yarashimli holatda tushdi. Hozir men yon ko'rinishlari, chiqishlari, tushishlari barchasini ko'rsatib o'taman, okalar. Xo'p, okalar, mana zinamizning yon ko'rinish holatlari, okalar. Juda birga bir holatda tushib keldi. Razmirlari ham inshaalloh. Mana okalar, zo'roqdan ham narsa qilaylik. Mana. Xo'p, okalar, mana hozir men bu zinapochamizga chiqib ham ko'z tutib qo'yaman, okalar, mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana holatlari ideal ko'rinishda bo'ldi zinapochamiz, okalar. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar, okalar. Mana hozir tevadan ko'rinish holatlarini ham olib o'taman hozir. Xo'p, okalar, mana tevadan ko'rinish holatlari mana. Mana okalar. Mana okalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Doimo xizmatdamiz, okajonlar. Rahmat e'tibor uchun.